Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Shavkat Mirziyoyev haqida xalq uchun kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 21 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahriga bordi. Bu haqida davlat rahbarining matbuot xizmati xabar berdi. Pulkovo xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov va boshqa rasmiy shaxslar kutib olgan. Tashrif doirasida O'zbekiston yetakchisi 21-22 dekabr kunlari Yevrosiyo Oliy iqtisodiy kengashining navbatdagi majlisida kuzatuvchi maqomida va MDH davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etadi. Sammit kun tartibidan mazkur ko'p tomonlama birlashmalar doirasida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish bilan bog'liq dolzarb masalalar o'rin olgan. An'anaga ko'ra birgalikda amalga oshirilgan ishlarning asosiy natijalari sarhisob qilinadi va kelgusi yildagi amaliy hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari yuzasidan fikr almashiniladi, deyiladi xabarda.